Assalomu alaykum. Salomatmisizlar, yaxshimisizlar? Qur'on festivallari to'xtatilib, pivo festivali boshlangan joydan men sizlarga bugun prямой efir qilyapman. Qonunlar kimga qanaqa ishlashi haqida bugun siz bilan gaplashamiz. Qarangki, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining ro'parasida pivo festivali bo'lyapti. Aslida qonunlarimizda 14 yoshli voyaga yetmagan qizlarni 50-60 yoshli erkaklarning ichiga yalang'och tushirtirib, unga ichtirib, kayf qildirib, o'zligini esidan chiqartirib, harom ishlarni qildirish bormidi? Qachon biz u qonunni tasdiqlagan edik? 18 yoshgacha bo'lgan bolalarimizga nimaga pivo ichishga ruxsat u, nimaga Qur'on o'qishga ruxsat yo'q? Nimaga men bolalarimga istagan joyimda Qur'onini o'rgata olmayman u? Nimaga bular meni bolalarimga sening erkinliging bemalol ichish bilan, chekish bilan, qimor o'ynash bilan o'lchanadi degan signalni bera oladi? Bu signalni berayotganlar kimlar? Va bu signalni berayotganlarga aslida qonuniy to'siq qo'yadiganlar, ichki ishlar xodimlari bularni kimdan himoya qilib bu yerda qorovullab turibdi? Nahotki bironta ichki ishlar xodimlari kodeksni o'qib, jinoyat kodeksini o'qib, mayli dinga amal qilmasin, mayli halol harom demasin. Voy, jamoat joylarda spirtli ichimliklarni ichish, targ'ib qilish, tarqatish mumkin emas ekan. Nega endi biz qilishimiz kerak? Nega qonunan taqiqlangan festivalni biz himoya qilishimiz kerak deydigan bitta ham formali xodimimiz yo'q? Amallaringiz va pagonlaringiz qonunlardan ham qadrliroqmi, hurmatli ichki ishlar xodimlari? Nimaga men bugun o'zimni vatanimda bolamga Qur'onni o'rgata olmayman-u? Nimaga qayerdan kelgan bir kelgindilar qonunlarni buzib, spirtli ichimliklar tarqatishni bemalol xotirjam targ'ib qilar ekan va bu yerda voyaga yetmagan yoshlarning qatnashishi erkinlik deb bemalol tarqatilar ekan. Nega? O'ldikmi? Butun o'zbek erkaklari o'ldingizmi? Agar siz o'lgan bo'lsangiz, biz ayollar tirikmiz. Janob prezident, iltimos, to'xtating. Norozimiz, xafamiz. Bunday qonunni buzishlariga siz jim qarab tursangiz, biz jim qarab tursak, 14 yoshli qizlarni bemalol ichib, kayf qilib, erkaklarning ichida yarim yalang'och o'ynashiga to'sqinlik qilmasa-yu, ularning hijobga kirib, namoz o'qib, Qur'on o'rganishi jinoyat deb hisoblansa, bunday tuzumning 95% musulmonlarga nima keragi bor? Kimga keragi bor? Nimani aytmoqchisizlar? Biz qarshimiz alkogollarga. Alkogolni bemalol tarqatib 14 yoshli qizlarga ichirishlariga biz qarshimiz. Biz qarshimiz Qur'onni taqiqlashlariga. Bolalarimizdan Qur'onni yulib olishlariga qarshimiz. Haqqingiz yo'q. Haqqingiz yo'q. Hatto prezident bo'lib, sizning ham haqqingiz yo'q meni bolamga Qur'onni taqiqlatib, pivoga ruxsat berishga, qimorga ruxsat berishga, fohishalikka ruxsat berishga haqqingiz yo'q. Samarqandda ko'pik festivali qilyapsiz. 10 yoshli qizchalar katta erkaklarning ichida yarim yalang'och yuribdi. Siz esa jimsiz. Cho'ng'arani berib yuborishdi, siz esa jimsiz. Kampirravot ketdi qo'ldan, siz esa jimsiz. Mayli deyapmiz. Ana endi Qur'onimizni olib qo'yib, o'rniga pivoni tiqishlariga nimaga siz jim qarab turibsiz? Va biz nimaga jim qarab turishimiz kerak? Shahar hokimiyati-ku, shahar hokimi xohlagan ishini qilyapti. Kim bu ishlarni boshida turgan? Nimaga kimdir norozilik bildirsa, 14 yoshga yetmagan, voyaga yetmagan qizlarni mana shunday joylarda ichib, 50 yoshli, 60 yoshli erkaklarning ichida yarim yalang'och bo'lib yurishlariga qarshilik bildirganlar qonun himoyachilari tomonidan nimaga qonun buzilishiga jim turmayapsan deb jazolanishi qanchalik to'g'ri? Insof bormi sal? Vijdon bormi sal? Iymon bormi sal o'zi bu yuqoridagilarda? Buni qarangki, meni qizim o'zi istab Qur'on o'rgana olmaydi, lekin o'zi istab bu yoshidagi qizaloqlar pivo festivalda qatnashishi mumkin. Chunki bu erkinlik. Nimaga o'zi istab dinini o'rgana olmaydi-yu, nimaga o'zi istab bunaqa fahsh joylarda 50 yoshli erkaklarning ichida ichib mas'alas bo'lishi mumkin va buni merisalarimiz qo'riqlab turish kerak. Ha, bu bemalol faxrishini qilsin, faqat Qur'on o'qib qo'ymasa bo'ldi deb. Nimaga? Qarangki, shaharimizning hamma kattakonlari shu yerda
Hamma bilib turibdi buni noqonuniy ekanligini. Axir O'zbekiston Respublikasi qonunlarida yozilmaganmidi? Alkogol ichimliklarni sotish, jamoat joylarida tarqatish, targ'ib qilish mumkin emas deb yozilgan edi-ku. Buni kattakonlarimiz qachon unutib qo'ya qolishdi? Nima uchun o'ldimi? Bu millatning erkaklari shu qadar o'ldimi? Agar o'lgan bo'lsalaring biz ro'molimizni yechaylik, ustlaringga kafan qilib kiyib olinglar.